Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida yovvoyi bo'rilar izg'ib yurib sarlavhasi ostidagi xabarlar keng tarqaldi va aholi vakillarini qo'rquvga hamda sarosimaga ham solgan bo'lishi mumkin. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, u bo'ri emas, shoqolligi aniqlangan va bundan bir necha kun avval ushbu hayvon Toshkent shahridagi hayvonot bog'iga tutib olib kelingan. Darxon atrofida yashaydiganlar o'zini xavfsizlikni o'ylagan holda shagal yuribdi. Bolalarimizdan qo'rqamiz, tishlab olishi mumkin va hokazo degan nimalarni ko'targandan keyin shunda ekologiya boshqarmasi zudlik bilan shu narsaga e'tibor berdi. Bizga chiqishdi. Bizda chunki mutaxassislar bor ushlash bo'yicha. Biz aytdik, shoqolni ushlash qiyin, chunki u o'ziga yaqinlashtirmaydi. Agar yovvoyi shagal bo'lsa, umuman o'zini dashi ko'rsatmaydi ham uzoqda. O'sha kundan boshlab 15-oktyabrlarda shu kundan boshlab o'rganish boshlandi. Bu qayerda yashayapti, qayerga bekinyapti, nima qilyapti. Shularni ko'rib yurib, ekologiya boshqarmasi xodimlari Mirzulbek tuman obodonlashtirish boshqarmasi mutaxassislar bilan birgalikda o'sha hayvonni ushlash choralarini ko'rib tadbir o'tkazishdi va kechasi 11larda ushlandi dedi va Toshkent hayvonot bog'iga olib kelindi. Toshkent hayvonot bog'i mutaxassislaridan olgan ma'lumotlarimizga ko'ra, ushbu hayvon ancha vaqtdan beri shahar ko'chalarida mushuklar bilan yashab yurgan. Endi buni yovvoyi deb aytib bo'lmaydi. Biz buni ushlashdan oldin ham o'sha yerda yashaydigan odamlar bilan gaplashdik, ko'pchilik bilan. Bu kichikligida bahorda paydo bo'lgan, kichikligida mushuklar bilan birga odamlar ko'chadagi mushuklarni boqadi-yu, shunda kelgan. Kelgandan keyin mushuklar bilan birga ovqat yeb qochib ketib, mushuklar bilan ovqat yeb yurib ketishgan. Даже uy ham qo'yishgan, in yashasin, it shekilli deb. Yashamagan u yerda. Qaysidir bir kechasi itlar, ko'chada daydi itlar bularga hujum qilganda mushuklar daraxtga qochib ketgan. Bu qayerga qochishni bilmasdan eski konservatoriya tomonga qochganda ijtimoiy tarmoqlarga rasm tushib qolgan. Shoqol hayvonot bog'iga olib kelinganidan so'ng hozirgi kunda karantinda saqlanmoqda. Orqamizda turgan bino bu karantin binosi. Bu yerda qaysi bir hayvon kelmasin hayvonot bog'iga, kalamushdan boshlab filgacha karantindan o'tish kerak. Chunki ichkaridagi hayvonlarga qo'yib bo'lmaydi, buni tekshirmagunimizcha. Va bugungi kunda hozir shu orqamizda turgan qafasda shoqol yashayapti, o'sha 4 kundan ortiq. Ahvoli yaxshi. Toshkent hayvonot bog'ida shoqollar bo'lgan bir paytlar. Hozir yo'q. Bu oddiy hayvon hisoblanadi. Bizda hayvonot bog'ida yo'q. Bu birinchisi hozir. Asli bular yovvoyi tabiatda para bo'lib, sherik bo'lib yashaydi yoki oila bo'lib 4-5 bo'lib yashaydi. Bular yovvoyi tabiatda 8 yildan 10 yilgacha umr ko'radi. Mana hayvonot bog'ida 16 yilgacha, shunaqa 15 yilgacha umr ko'radi. Nimaga? Kuniga ovqatni oladi, vitamin oladi. Shunga baribir bunga sherik keyinchalik qidirsak kerak. Xo'sh, aslida ushbu hayvonni odamlar uchun xavfli tomonlari bormi o'zi? Agar bu shoqolni odamlarga qarshi xavfli joyini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu o'zi asli yaqinlashtirmaydi o'ziga. Любой boshqa hayvon ham agar yovvoyi bo'lsa, boshqa bo'lsa, odamga yaqinlashmaydi. U birinchidan hujum qilmaydi deyilgida, o'zimizning Toshkent, O'zbekiston nimasida. Qanaqadir qattiq xavfi bo'lmagan, agar даже bir xonada ushlanib olib tashlansa ham bu tashlanmaydi, bu qochib ketaveradi. Tishlab olish mumkin-da. Hayvonot bog'i xodimlari ma'lum qilishicha, Toshkent shahrida yovvoyi bo'rilar yo'q. Ular asosan tog'li hududlarda yashar ekan. Shu uchun ham hech qanday xavotirga o'rin yo'q.